Bugun ham eng dolzarb bo'lgan kasallik haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz stomatologiya kafedrasi katta o'qituvchisi Jaloliddinova Shahlo Jamoliddinova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shahlo opa, aytingchi, tishsizlik, ya'ni adentiya nimadan kelib chiqadi? Unga sabab bo'luvchi omillar nimalar? Bu haqida nimalar deya olasiz? Demak, hozir stomatologiyamizdagi eng dolzarb muammolardan biri bu tishsizlik, ya'ni adentiyadir. Adentiyamiz o'zi sabablari, adentiyamiz bo'lishi mumkin qisman tishsizlik yoki to'liq tishsizlik bo'ladi. Buning sabablari birinchi o'rinda karies va uning asoratlari. Karies va uning asoratlari dunyo miqyosida juda ham keng tarqalgan eng katta dolzarb muammo hisoblanadi. Mana shu asoratlar tufayli o'z vaqtida davolanmasligi natijasida bemorlarimizda tishsizlik kelib chiqadi. Yana sabablardan biri bu travmalar, jarohatlar. Ya'ni jarohatlar bo'lishi mumkin o'tkir yoki surunkali jarohatlar natijasida tishsizlik, ya'ni tishlarni olib tashlanishi kelib chiqadi. Shu bilan birga bizda sabablardan biri bu onkologik kasalliklar. Hozir juda ham ko'p tarqalib ketgan, ham yoshlar, ham yosh kattalar orasida tarqalgan muammo bu onkologiya bo'lib, u tish jag, yuz sohalariga ham egallab bo'lgan. Shuning uchun ba'zi holatlarda onkologik jarayonlarni, jarohatlarni davolash natijasida tishsizliklar kelib chiqadi. Bular bo'lishi mumkin bitta joyda yoki ikkala joyda ham o'tkazilgan jarrohlik amaliyotlari natijasida bemorlarimizda adentiya kelib chiqadi, ya'ni tishsizliklar kelib chiqadi. Hamda yana kariesdan keyingi dolzarb muammolarimizdan biri bu parodont to'qima kasalliklari. Parodont kasalliklar bu tishi atrofida o'rab turgan to'qimalar bo'lib, bular milk hamda periodont to'qimasi, tishi ildiz qismlari, bularning kasalligi natijasida ular parodontitlar, parodontozlar, shu kasalliklar natijasida bemorlarimiz tishlarini yo'qotib qo'yadi, shu adentiya tishsizlikka olib keladi. Mana shu sabablar natijasida bemorlarimiz tishsiz holatga kelib qoladi. Va albatta ular stomatologlarga murojaat qilishadi. Ularning birinchi shikoyatlari bu estetika, ya'ni ayniqsa oldingi tishlar yo'qotilganda bemorlarimizni ko'proq estetik holat bezovta qiladi. Nutqni buzilishi, ya'ni bemorlarimizda so'zlashuv, nutq qilish jarayonlari buziladi, hamda albatta chaynash jarayonlari buziladi. Ya'ni tishsizlik bo'lgandan keyin bemorlarimiz ovqatlarini yaxshi chaynay olmaganligi natijasi o'z-o'zidan shu adentiya sababli ikkilamchi kasalliklar, ya'ni oshqozon ichak kasalliklari, gastritlar, duodenitlar, yana bo'lishi mumkin oshqozon osti bezi kasalliklar. Bular hammasi shu tishsizlik orqasidan kelib chiqadigan ikkilamchi kasalliklar hisoblanadi. Mana shu shikoyatlar bilan bemorlarimiz albatta stomatologlarga uchrashadi. Biz bemorlarimizni davolash hamda profilaktika ishlarini olib borishimiz kerak. Davolashda biz albatta eng zamonaviy usullarga murojaat qilamiz. Hozirgi kunda bizda davolashda zamonaviy usullarimiz bular implantatsiya. Ya'ni bemorlarda olingan, yo'qotilgan tishlarda o'rnida implantlarni joylashtirib, shularning ustidan biz tishlarni tiklab berishga harakat qilamiz. Implantatsiyalarimiz eng afzal tomonlari o'sha yo'qotilgan tishlarni o'rniga qo'yiladi. Ya'ni yonidagi ikkita tabiiy toza tishlar jarohatlanmaydi. Yoki ba'zi holatlarda bizda bo'lishi mumkin ko'priksimon protezlar yordamida hamda olinadigan protezlar yordamida ham tiklab berishga harakat qilamiz. Asosan bu tishsizlikni oldini olish bu bemorlarimiz o'z vaqtida stomatologlarga murojaat qilishi. Men shuni ta'kidlab aytmoqchimanki, har bitta bemorlarimiz faqatgina bemorlar emas, umuman insonlar bir yilda 2 marotaba stomatologga murojaat qilishlari kerak. Shunda demak biz profilaktik ishlarni olib boramiz. Ya'ni karieslar bo'lsa tishlarda ularni davolash o'z vaqtida,
parodon to'qimasida bo'layotgan o'zgarishlarni topib, shu jarayonlarni o'z vaqtida davolash natijasida biz tishlarni saqlab qolamiz. Tishlarni saqlab qolganimizda esa, ya'ni o'sha estetika, nutq hamda chaynash jarayonlari buzilmaydi. O'z holatida saqlab qolgan bo'lamiz. Bemorlarimizga tavsiyalarimiz o'z vaqtida stomatologga murojaat qilishlari hamda yilda profilaktik ko'riklardan o'tib turishlari. Bu faqatgina katta yoshdagi bemorlarimiz emas, balkim farzandlarini ham 2 yoshdan boshlab biz bolalarda og'iz bo'shlig'i gigiyenasini olib borishni tavsiya qilamiz. Bular bilasizlar, zubnoy tish cho'tkalari, tish pastalaridan foydalanib, demak, bolada sut tishlari chiqib bo'lgandan keyin albatta har doim stomatologga murojaat qilishlarini so'rab qolamiz.